har bitta darsni o'zini metodikasi, o'zini to'plami bor. Aynan o'qituvchi darsga kirishdan oldin bir haftalik reja tuzib oladi va shunga mos tarzda metodikalarni qo'llaydi. Bu mavzuni qiyin yoki osonligiga bog'liq ko'proq. Men o'zim eng yaxshi ko'rgan metodikamdan bittasi bu 5 ta shoh metodini juda ham yaxshi ko'raman. O'zim o'ylab topganman desam ham bo'ladi. Bunda bannergami, plakatgami 5 ta shoh rasmini chizaman va o'quvchilardan so'rayman. Bizda qadimda, o'tmishda bobolarimizdan bo'lgan 5 ta shohni nomini sanab bering. Ular aytishadi, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur 5 ta mashhur shaxslar nomini sanattiraman. Undan keyin darsda mavzuga moslayman. Misol uchun o'qish darsi bo'ladigan bo'lsa, maqol, tez aytish, topishmoqlar yoki she'r aytish kabi 5 ta o'yinni guruhlarga bo'lib, raqobat uslubida olib borishni ko'proq yaxshi ko'raman.